Tayyorlanish jarayonlari: yarim qoshiq bu kollagendan oldim. Endi yarim qoshiq mana bu kollagendan olaman. Bunimni ochilgan variantini udobniy bo'lish uchun mana bunaqa idishimga solganman. Bu o'zi bo'shagan. Mana bu idishdan ikkita. Bu suyaniki, aynan mamini ichiga bo'shaganimga mana bundan solganman. Yarim qoshiq bunisidan solamiz. Shunda общий bir qoshiq kollagen ketyapti bitta krujkaga. Aynan bu kollagenimiz bilan bu kollagenimizni yarim qoshiqdan tayyorlab oldim. Endi bunga iliqdan issiqroq suvni solamiz to'ldirib. Va buni aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin 2 minut turgandan keyin buni maza qilib ichaveramiz va suyak bo'g'imizdagi og'riqlar mutlaqo xalos bo'lasiz. Lecheniya qilib beradi qizlarjonlar.